Bugungi obzorimizda ikkita legenda 2009 ga 2010-yil. Bu mashinamiz Stolnoy Svetda 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Probegi 442 ming. Salon holati yaxshi holatda, chiroyli chol poliglar solingan, maytofonlari bor do'stlar. Mashinamizni olasiz, minasiz, 4 ta yaxshi balonlar taqilgan. Aka, mashinamizning metani bormi? Bor. Mashinamiz 1.6 motorda metan. Kraskalariga to'xtalsak do'stlar, kraskalari 60% bor ekan, oldi orqasi buni pechat do'stlar. Aka, mashinamizga gem beriladimi, berilmaydimi? Beriladi, ha? Motor hadovoy korobkasi ham yo'q, yaxshi, ha? Bor. Bo'ldi aka. Bunisi 2010-yilda ishlab chiqarilgan, ya'ni son stramblyor so'raganlar uchun 2010 bunga Lasetti sidenalar qo'yilgan. Mashinamizning bosib o'tgan masofasi 418 ming. Bu mashinamizga chiroyli chol poliglar solingan. Bu prostoy gidrolika bo'ladi, bilasizlar do'stlar. Mashinamizni olasiz, minasiz, oshiqcha rasod qilmaysiz. Bu mashinamizning kraskasi 20% do'stlar. 4 ta yaxshi balonlar taqilgan. Mashinamizning bagaj holati, pollari yaxshi holatda do'stlar. Mashinamizda aka bo'ldi. Mashinamizda aka ikkoviga ham gem beriladi, ha? Beriladi. Mashinamizni motor hadovoy korobkalarda aytganingizdek aka rasxot yo'q. 2009-yil narigi Nexus Stolnoyimizni qancha qilib berasiz aka? Qancha so'rayapsiz? Beriladigan oxiri qancha aka? Oxiri beradiganimiz 2900 ga beramiz. 2900 ga 2009-yil Nexus 2 Stolnoyimiz, bu oq 2010 20% kraskali, bu qancha aka? Buni 3,5 mingdan ozgina tushib beramiz. Bo'lish narxi oxiri taqalgan 3400 ga beramiz. 3400 ga. Hozirroq aka nomeringizni ayting. 90li. Aha. 561 4346. Hozirroq mana shu videoni Nexia qidirib yurgan birodarlarimizga jo'natamiz. Videoga like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bugungi obzorimizda 2000-yilda ishlab chiqarilgan Tico, ya'ni mashinamizda etta-betta kraskasi bor, oldi orqasi pechat mashinamizda. Mashinamizning salon holati chiroyli, ya'ni poliklar solingan do'stlar, abshipkalari, chiqollari, ya'ni chizilgan, qirilgan joylari yo'q, dili xira qiladigan. Mashinamizning kuzov holati mana shu videoda ko'ringan edi. Mashinamizga 4 ta yaxshi baloni bor. Mashinamiz benzinda harakatlangan. Aka, mashinamizning motor hadovoy korobkasida ishi bormi? Yo'q, ishi yo'q, zo'r. Yo'qmi aka? Mashinamizga gem beriladimi yo formitmi? Beriladi. Gem beriladi. Bor. Qancha so'rayapsiz narx aka? 1600 kami bor. Beriladigan oxirgi tochkasi obunachilar uchun. Boshqa kami yo'q bo'ladi-yu, shuni 400 ga bo'ladi. 1400 ga nomeringiz aka? 99li. Aha. 409 1085. Hozirroq telefon qilib shoshilib baraka qilamiz. Mana shu videoni Tico qidirib yurgan do'stlarimizga jo'natish esdan chiqmasin. Bugungi obzorimizda 2024-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomat korobka, ya'ni 4-pozitsiya. Bu mashinamizga qilingan naborotlar edi, ya'ni qilingani 4 ta yaxshi poliglar taqilgan, chiqollari bor. Mashinamizda abshipka, torpedalarda chizilgan, ya'ni qirilgan joylari yo'q. Bu mashinamizda TS monitorlarigacha bor ekan. 4 ta diska balon zavod do'stlar, zavod holatda. Mashinamizda injektor propanigacha bor. Bu mashinamizning kraskalari top toza, yurgan masofasi 60 necha ming edi aka? 69 ming. 69 ming. Bu mashinamizda motor hadovoy korobkalarida ishi bormi yo'qmi aka? Nuqson yo'q aka. Mashinamizni qancha so'rayapsiz, qancha qilib berasiz obunachilar uchun? 10700 so'rayapmiz aka. Bo'lish narxi oxiri beriladigan tochkasi. 10,5 ga beramiz. 10,5. Nomeringizni? 90lik. Aha. 362 61 65. Hozirroq shoshilib telefon qilamiz va mana shu videoni do'stlar Cobalt qidirib yurgan do'stlarimizga jo'natib, baraka qilishga shoshilamiz. Aytganimdek, mashina tayyor holatda 2024 69 ming yurgan, 10,5 mingga. Zo'r narx. 24 ham bo'laylik. Bugungi obzorimizda Exact Cobaltlar 2025, ya'ni pachka olib rasxod qilmaysiz. Bu mashinamiz 2025-yil atigi 15 ming yurgan, lekin minishga tayyor. Olib rasxod qilmaysiz. Mashinamizga chiqol, polik solingan do'stlar. Ya'ni lishni rasxod qilmaysiz. Bu mashinamizga pokoleniya propanlarigacha taqilgan, 4 ta yaxshi balonlarigacha bor bu mashinamiz. Ikkinchi mashinamiz, bu ham 2025-yil. Buni yurgani atigi 7 ming. Narigi tomondan kelyapsiz. Start stoplari bor, monitor bor, poliklar bor. Bu mashinamizda metani bor. Bu mashinamizga ham 4 ta yaxshi balonlar, ya'ni yangi balonlar taqilgan. Bu mashinamiz gem beriladimi yo'qmi? Farmileniya. Nomeringizni ayting aka? 99lik 394
Hozirroq shoshilib telefon qilib baraka qilamiz. Mana shu videoni Cobalt qidirib yurgan do'stlarga jo'natamiz. Like bosish esdan chiqmasin. Bugungi obzorimizda 2006-yilda ishlab chiqarilgan Matiz Lux bez konditsionerdan do'stlar. Mashinamizda salon holati chiroyli holatda, yangi chiqollar taqilgan. Salonda ya'ni qirilgan, ezilgan torpedalar, apshkalarda dilixra qiladigan joylari yo'q. Mashinamizning kraskalariga kelsak, tomdan pastda asfalt bo'lgan 4 ta yaxshi balonlar taqilgan, ya'ni yumshoq balonlar. Mashinamizda metani bor. Mashinamizning oldi, orqasi egalarning ashlari bo'yicha pechar. Mashinamizda motor holatlari, yangi akkumulyatorlar taqilgan. Hamma yog'i tiniq holati, aytganimdek metanlarigacha bor. Bu mashinamiz aka qancha so'rayapsiz, qancha qilib berasiz aka obunachilar uchun? 2,5 ming so'rayapman. Qancha qilib berasiz aka beriladigan tochkasi? Tushib beraman 2,5 dan. Mashinani motor, hadovoy korobkalarida ishi bormi yo yo'qmi aka? Ishi yo'q. Aytishingiz bo'yicha mashinani banki bor aka, to'g'rimi? Banki bor, banki bor. Xohlovchilar 1,5 ming puli bo'lsa do'stlar, 10 million kredit qolgan. Oyga 100 dollardan 1 million 200 dan 10 oy to'laysiz, mashina o'zingizga qoladi do'stlar. Hozirroq shoshilib aka nomeringizni ayting, baraka qilamiz do'stlar. 50li. Aha. 020 2396. Hozirroq shoshilib baraka qilamiz. Mana shu videoni Matiz qidirib yurgan do'stlarimizga jo'natamiz. Kimda 1,5 ming bo'lsa, mana ikkinchi variant ham bor. Xohlasangiz naqd pulga 2300. Bugungi obzorimizda 2004-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomobili. Mashinamizda 4 ta baloni yaxshi holatda. Mashinamizda kraskasi 40%, mashinamizda salon holati, yangi chiqollar taqilgan, poliglari yaxshi, magnitofon, plus apshipkalari manaqa kojalar tikib qo'yilgan. Mashinamizni olasiz, minasiz. Mashinamizni propanlarigacha bor do'stlar. Mana tabletka propan. Aytib o'tganimdek, mashinamizning kraskasi 40%, 2004-yilda ishlab chiqarilgan. Aka, mashinamizning motor, hadovoy korobkalarida ishi bormi yo yo'qmi aka? Yo'q, yo'q. Hadovoylar. Hamma yog'i yaxshi. Mashinamizga gem beriladimi? Gem beriladi aka. Mashinamizga qancha so'rayapsiz, qancha qilib berasiz aka bu legendani? 2,5 ming deyapmiz, oxirgi narx 2300. Bo'lish narxi 2300. Nomeringizni ayting aka. 91lik. Aha. 651. Aha. 651 62 14. Hozirroq mana shu videoni legenda qidirib yurgan do'stlarimizga jo'natib, videoga like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bugungi obzorimizda 2013-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiya Spark do'stlar. Mashinamizni bosib o'tgan masofasi 345 ming. Salon holati chiroyli holatda, chiroyli chiqol poliglar taqilgan do'stlar, kolonkalarigacha bor, magnitofonlari joyida, apshipka, torpedalarda qirilgan, chizilgan joylari yo'q, ya'ni dilixra qiladigan. Mashinamizga 4 ta yaxshi balonlar taqilgan. Aytib o'tganimdek, metani bor bu mashinamiz, ikkinchi pozitsiya. Mashinamizning kraskasiga kelsak, bitta qanot bilan kapotda bor. Mana qanotimizda petno bor ekan, ya'ni ikkita detal, bitta petno bo'lyapti. Mashinamizning konditsionerlarigacha bor, akkumulyatorlari bor. Aytganimdek 1.3 yangi motordan 2013 do'stlar. Aka, mashinamizning motor, hadovoy korobkasida ishi bormi yo yo'qmi? Yo'q. Mashinamizni qancha so'rayapsiz aka? 5000 deyapsiz. Qancha qilib berasiz aka? Oxirgi Berilgan narx tochkasi 4700. Oxirgi narx 4700. 4700. Mashinaga gen chiqadimi aka? Gench beriladi. Bo'ldi aka. Nomeringiz necha aka? 91lik. Aha. 651 Aha. 62 14. Hozirroq telefon qilib, shoshilib baraka qilamiz. Mana shu videoni Spark qidirib yurgan do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz. Bugungi obzorimizda 2011-yilda ishlab chiqarilgan Matiz Lux bez konditsionerdan. Bu mashinamizning salon holati chiroyli holatda, ya'ni apshipka, torpedalarda chizilgan, qirilgan joylar yo'q, yaxshi poliklar solingan, chiqollar solingan. Mashinamizning yurgan masofasi 163 ming. Bu haloli poka ekan. Mashinamizning oldi, orqasi pechat, 4 ta yaxshi balon taqilgan. Aka, mashinamizda metan propani bormi? Bor, bor. Nima aka, metanmi? Metani bor. Metani bor ekan. Mashinamizning kraskasiga kelsak, mana shu ikkita eshikning o'rtasida petno bor ekan. Mashinamiz motor, hadovoy korobkalarda aka rasxoti yo'q-a? Rasxoti yo'q, tayyor. Rasxoti yo'q. Aytib o'tganimdek 2011-yilda do'stlar, o'sha joyda petnosi bor, 163 ming yurgan. Aka, narxini qancha so'rayapsiz? Obunachilar uchun qancha qilib berasiz aka? 3,5 ming aytyapmiz, obunachilar uchun 3300 qilib beramiz. Bo'lish narxi, ha? Bo'lish. Nomeringiz aka? Bu 91lik 670 Aha. 36 36. Hozirroq telefon qilib, tezda baraka qilib, mana shu videoni Matiz qidirib yurgan do'stimizga jo'natamiz. Bugungi obzorimizda 2009-yilda ishlab chiqarilgan Stalnoy Matiz Lux bez konditsionerdan.
Mashinamizning gidravlikalarigacha bor. Mashinamizning salon holati chiroyli holatda, ya'ni torpeda, obshipkalarda dilliqra qiladigan, chizilgan, qirilgan joylari yo'q. Chiqonlari top-toza ko'ryapsiz, barlargacha taqilgan. Bu mashinamizning 4 ta yaxshi balon taqilgan, mashinamizning metanlarigacha bor. Mashinamizning kraskalariga to'xtalsak, 40% kraskasi bor ekan. Egalarning aytishlari bo'yicha do'stlar, motor holati chiroyli holati, yaxshi akkumulyatorlar taqilgan. Aka, mashinamizni qancha so'rayapsizlar? Qani edi? 3000 so'rayapmiz. 3000. Beriladigan tochkasi qancha aka? Obunachularingizga 2800 qilib beramiz. Mashinamizning motor, xodovoy, korobkalarda umuman ishi yo'q. Yo'q, hamma yo'q, tayyor qilib qo'yilgan. Nomeringiz aka? 95li 128 89 59. Hoziroq mana shu videoni Matiz qidirib yurgan do'stlarimizga jo'natib, videoga like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bugungi obzorimizda 2010-yilda ishlab chiqarilgan Nexi 2 1.6 do'stlar. Bu mashinamiz do'stlar prostoy gidravlika bo'ladi. Mashinamizning salon holati chiroyli holatda. Obshipka torpedalarda chizilgan, ezilgan, ya'ni qirilgan joylari yo'q. Chiqol poliklari hamma yo'g'i yaxshi holatda. Magnitofonlari bor. Hozir yurib o'tgan masofasini ko'rsataman. Haloli poki 251 ming ekan. Mashinamizga 4 ta yaxshi yumshoq balonlar taqilgan. Mashinamizda metani bor, pol holatlari mana yaxshi holatda, zapaskalari joyida. Bu mashinamizning kraskasiga kelsak, ikkita orqa eshikni mana shu moldingdan tepasida ikkovida petno bor ekan, qolgan hamma yo'g'i absolyutni top toza ekan. Mashinamizning motor holati aytib o'tganimdek 1.6 yaxshi akkumulyatorlar, chiroyli holatda. Aka, mashinamizga gem beriladimi yoki oformitmi? Hamma dokument qilib beriladi. Liboy xotiga aka. Mashinamizda aka qancha so'rayapsiz? 4000 kami bor. Qancha qilib berasiz aka? Obunachilar uchun. Obunachilaringizga $2 o'tish uchun 38 ga qilib beramiz. Beriladigan tochkasi. Nomeringiz aka? 93li 877 57 78. Hoziroq mana shu videoga like bosib, legenda qidirib yurgan do'stlarga mana shu videoni jo'natamiz. Esdan chiqmasin, kanalga obuna bo'lish.